Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Kanalimizga xush kelibsiz. 8 qiz va 4 o'g'ilning otasi, birinchi turmushi bilan ajrashgan Valijon Shamshiyev barchasini ochiqladi. Yigit kishiga 40 hunar oz degan gapni eshitgan bo'lsangiz kerak. Aftidan bu gapga Valijon Shamsiyev amal qilishga odatlangan. Boisi u shu kungacha qiziqchilikdan tashqari aktyor, rejissyor, shoir, sportchi, fermer, tadbirkor va hatto prodyuser sifatida ham o'zini sinab ko'rgan. Eng qizig'i, hech bir urinishi muvaffaqiyatsizlikka uchramagan. Alijon Shamsiyev 1975-yilning 16-yanvar kuni Chilangar usta xonadonida dunyoga kelgan. U onasi farrosh bo'lgani va 4 yoshga to'lganida oilasi boshiga og'ir musibat tushganini quyidagicha eslaydi. Oilada 6 o'g'il farzand bo'lganmiz. Anvar ismli to'ng'ich akam bor edi. Nihoyatda mehribon, a'lochi bo'lgan. Meni yelkasida o'tkazib, terlab pishib ketsa-da aylantirib yurardi. Xullas, u bezori bolalar bilan tortishib qolgan. Ularning akamda qasdi bormikan, bilmadim. Ota uyimiz yonida katta Farg'ona kanali oqib o'tardi. Akam suzishni yaxshi bilardi, ammo bezori yigitlar akamni avvaliga kanalning soyoz yeriga cho'ktirmoqchi bo'lgan. Ularni qishloq odamlari ko'rib, dakki berishganidan keyin akamni qo'yib yuborishgan. Keyin tez oqadigan janubiy Farg'ona kanaliga olib borib, mana shu yerdan o'tib berasan deb kichik temirning ustidan yurishga majburlashgan. Akam o'sha yerdan o'tayotganda kanalga oqib ketgan. Ammo qishloq bolalari hech kimni chaqirmay, qo'rqqanidan uylariga borib yashirinib olishgan ekan. Hech narsadan xabari yo'q dadam ishdan qaytib akamni so'ragan. Onam ukamni ovqatlantirayotgan bo'lgan. Ikkisi ham akamni izlab topisha olmagan. Anvar akamni kanalda oqib ketganini eshitgach, otam tildan qolgan va 7 kungacha suvdan chiqmay izlagan ekan. Shu vaqt ichida hech kim bilan gaplashmagan. Akamning murdasini Quvasoy tomonlardan topib kelishganidan keyin Xudoga shukr, bolamning o'ligini yerga qo'yaman deb yana gapirishni boshlagan ekan. Bu voqealar sodir bo'lganida men bor yo'g'i 4 yoshda edim. Ammo ota-onam hamisha farzandlarining yodi bilan yashashdi, deydi Valijon Shamshiyev. Qiziqchi san'atga qiziqqani va Ozodbek Nazarbekov bilan poyezd vagonida qilgan niyatini so'zlab berdi. San'atga bolalikdan qiziqqanman. Akamning vafotidan so'ng dadam farzandlarining boriga suzishni o'rgatdi. Sport bilan shug'ullanishimizga sharoit yaratib berardi. Hamma narsa niyatga bog'liq ekan. Andijondan Ozodbek Nazarbekov bilan poyezdda kelayotganimizda men Muhriddin Xoliqovga shogirdlikka tushaman. Men ham zo'r inson bo'laman. Uni o'z akamdek yaxshi ko'raman dedi. Va ertasi kuni Muhriddin Xoliqov bilan Mirzabek Xolmedov qaysidir ko'rsatuvga birga chiqishdi. Ularni ko'rib ko'nglimdan nimadir o'tdi, ammo bu haqda hech kimga aytmadim. Valijon Shamsiyev ustozi bilan ilk marta to'yda uchrashib qolganini quyidagicha eslaydi. To'ylarga chiqishni ancha erta boshlaganman. Toshkentga kelganda yaxshigina tajribam bor edi. 1993-yili to'yda xizmat qilib tursam, Mirzabek Xolmedov kelganini aytishdi. Ustoz san'atkor Soyib Xo'jayevning ovozlarini taqlid qilayotgandim. U paytlari san'atkorlarning puliga chaqqonlik bilan olib qo'yish urf edi. Mahallaning olgir yigitlari san'atkor, kelin-kuyov qistirmoqchi bo'lgan pulni olguniga qadar darrov egalik qilishardi. Simli mikrofonlar chaqqon harakat qilishga to'sqinlik qilardi. Mirzabek ustozga pul qistirishganida Soyib aka mikrofonni ushlab turing, nasibamni olib kelay degan va qaytganda o'sha paytdagi eng yirik kupyura puldan menga berib, bunisi sizning ulushingiz degan. Pulni olib, "Oho, bunga qaytim berishim kerak" deb cho'ntaklarimni izlaganman. Ammo mayda pul topolmay uzr, o'zi pulingiz mayda ekan, ko'zimga yirik ko'rinibdi deb vaziyatdan chiqqanman. Odamlar mazza qilib kulishgan. O'shanda Mirzabek aka telefon raqamini berib, gaplashishimizni tayinlagandi. Ammo bir necha marta uyga qo'ng'iroq qilib gaplasha olmaganman. Undan keyin televideniyada ko'rishib qoldik. Biroq bemalol gaplashishga
imkon bo'lmadi. Institutda darsda o'tirsam, meni tashqarida mashinada bir kishi chaqirayotganini aytishdi. Keyin bilsam, Mirzabek aka jamoasida iste'dodli yigitlarni izlab kelgan va institutdan meni tavsiya qilishgan ekan. Xullas, taqdir ekan, bu insonlar bilan ishlash nasib qildi. Valijon Shamshiyev Mirzabek Xolmedov sabab AQShga ketish fikridan qaytgani va teatrdagi hamkasblari undan ranjigani haqida so'zlab berdi. To'ylarga chiqqanim bilan topishim yaxshi emas edi. O'qirdim, ijara uyda yashardim. Xullas, o'qishdan keyin yosh tomoshabinlar teatrida yarim stavka asosida ishga qabul qilingandim. O'shanda bitta spektakl bosh rolni ijro etib, uni endi repertuarga joylagan paytlarimiz edi. Buning ustiga rus jurnallarining birida filmda Jeki Chan bilan birga suratga tushishni istaysizmi degan e'lon chiqarilgandi. Bir necha oy davomida tayyorgarlik ko'rib, ingliz tilini o'rgandim. Hatto chet el bilan ishlaydigan qo'shma korxonaga ishga kirib, ularning yordami bilan xorijga ketishni reja qilgandim. Mirzabek Xolmedovning takliflaridan keyin o'ylanib qolganman. Xo'p desam, bir vaqtning o'zida ikkita ishimdan bo'shashim kerak. Keyin Mirzabek akaning jamoasida ishlolmasam nima qilaman deganman. Oxiri tavakkal qilib qiziqchilik jamoasiga qo'shilganman, deydi Valijon Shamshiyev. Qiziqchi ijodni endi boshlagan vaqtda to'ydagi mushtlashuvlar haqida so'zlab berdi. U paytlari mushtumzo'rlar, ko'cha bezorilari ko'p edi. Chunki qonun ishlamasdi. Odamlar birovning haqqidan qo'rqmasdi. To'ylarda bir-ikki bezori ichib san'atkorlarga tashlanardi. Yo'q, menda bunday vaziyatlar bo'lmagan deyolmayman. Ko'p marta janjalli vaziyatlarga uchraganman. Kaltak ham yeganman. Ammo sport ustasi ekanim hamisha qo'l kelardi. Ustozim aytganidek, xira pashshadek o'ralashayotgan odamning yonidan sekin qochardim, deydi so'z ustasi. Xotira yo'qolishining azobi. Qiziqchi Valijon Shamshiyev xotirasi bir necha kun yo'qotgani va koma holatiga tushganidan xabaringiz bormi? Valijon Shamshiyev O'g'lon filmi suratga olish jarayonida bir necha metr balandlikdan sakrayotganida boshi bilan yerga tushgan. Bu ijodkorga juda qimmatga tushib, avval Buxoroda, undan so'ng Toshkentda davolangan. Ko'zimni ochib kim ekanimni eslolmaganman. 3 oyda sekin-asta xotiram tiklangan. Dehqonchilik bilan shug'ullanganimga ancha yil bo'lgan. Ilgari 60 gektar yerim bor edi. Shundan 7 gektariga bog' tashkil qilgandik. Ammo bu sohaning ham qiyinchiliklari bor. Shu bois uni topshirishimizga to'g'ri keldi. Hozir faqatgina 6 ariqda 40 sotixlik bog'im bor. Bu yerda asosan o'rik va shaftoli yetishtiriladi. Toshkentdagi uyim atrofiga esa uzum va shaftoli ekkanmiz. Uyim atrofidagi bog'qa o'zim qarayman. Katta bog'ning esa o'z bog'bonlari bor, deydi qiziqchi. Qiziqchining o'xshamagan turmushi. Valijon Shamshiyev 1998-yilda O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilovning qizi Dilafruz Komilovaga uylangan. To'y marosimi Toshkent va Andijon viloyatlarida bo'lib o'tgan. Qiziqchining layli taxallusi bilan ijod qiluvchi qizining ma'lum qilishicha, 2018-yilda ota-onasi ajrashishgan. Dadam bobomga shogird bo'lib uylariga kelib yurgan vaqtlarda onam bilan tanishgan. 1998-yilning 12-14 sentyabr kunlari ikki viloyatda to'ylari shov-shuvli tarzda bo'lib o'tgan. O'sha kuni Damashchilar faqat ota-onamning to'ylariga kelayotganlarni stadionga tashishgan ekan. Chunki to'y stadionda bo'lgan. To'ydan keyin baxtli hayot kechira boshlashgan. Ular kinolarda birga rol o'ynashardi. Keyinchalik birin-ketin men va ukalarim tug'ilganmiz. Yillar o'tib katta bo'ldik. Maktabni bitirib kollejga o'qishga bordim. Har yili konsertlar berardik. Hayotimiz go'zal va juda baxtli edik. Ammo 2018-yil biz uchun eng qayg'uli va alamli yil bo'lib qoldi. Oyim uydan ketayotgandagi holat esimda. Hammamiz oyimning orqasidan yugurib, yig'lab qolgandik.
Hatto kichkina ukamgacha orqalaridan ketmang deb yugurganmiz. O'shanda biz 7 farzand edik. Ota-onam ajrashishdi. Bu hammamizga juda yomon ta'sir qildi. Ukalarim har qayoqqa tarqab ketib, uyimiz huvillab qoldi, deb xotirlaydi Layli. 12 farzandi bor ota, so'z ustasi Valjon Shamshiyev o'zbek shou-biznesining eng serfarzand vakillaridan biri. U 2025-yilda 12-marta ota bo'lgan. Bugungi kunda uning 8 qizi va 4 o'g'li bor.